Nega yosh o'tgan sari suyaklar yemirilib boshlaydi? Ko'pchilik o'ylashadi, yosh o'tgan sari suyaklar jim yemirilib boshlaydi deb. Lekin buni sababi nima? Nima uchun suyaklar yemiriladi? Buni davosi bormi? Albatta, siz hozirgi videoni ko'rasiz, biz sekin-astalik bilan shuni tushuntiramiz. Avvalambor biz suyaklarning tarkibi nima? Suyaklar nima vazifani organizmda bajaradi? Shuni bilib olishimiz kerak. Suyaklar inson organizmida birinchi navbatda bu tayanch harakat sistemasi bo'lib, inson organizmida suyaklar mustahkamligini, harakat hamda organizmda shakl berish vazifasini bajaradi. Keyin esa suyaklar ichki organlarni himoya qilish, keyin organizmda minerallar almashinuvini ta'minlab berish vazifasini bajaradi. Asosan organizmda 206 ta suyakdan iborat bo'lib, lekin 99% bu tishlarda jamlangan. Organizmda suyaklar doimo yangilanib boradi. Bu yangilanish vaqti 3-5 yil davom etadi. Asosan organizmda bu suyaklarning tarkibi 4 tadan iborat, ya'ni 4 xil bo'ladi. Birinchisi bu organik moddalar, ikkinchisi bu noorganik moddalar, uchinchisi bu suyak hujayralari hamda to'rtinchisi suvdan iborat. Bu birinchisi bu organik moddalar asosan kollagenlarga kiradi. Kollagenlar bular organizmda suyaklarni bukiluvchanligi hamda egiluvchanligini ta'minlaydi. Ikkinchisi bu noorganik moddalar, bu asosan minerallardan iborat, ya'ni kalsiy fosfat, kalsiy gidroapatit va kalsiy karbonatlardan iborat. Bu organizmning suyakda mustahkamligini hamda qattiqligini ta'minlab beradi. Bu 60-70% ni tashkil etadi. Uchinchisi bu suyak hujayralari. Bular asosan osteoblastlar, osteoklastlar hamda osteotitlardan iborat. Bu doimo suyaklarning yangilanib turishi vazifasini bajaradi. To'rtinchisi bu aytganimizdek suv, bu organizmda 20-30% ni tashkil qiladi. Biz yuqorida aytib o'tganimizdek, biz osteoporoz haqida gaplashamiz. Osteoporoz o'zi nima? Osteoporoz bu suyakning zichligini kamayishi natijasida mo'rtligi oshadi hamda suyaklar tez sinuvchan bo'lib qoladi. Bu uzoq muddat sekin davom etganligi uchun qanaqa belgilarsiz, ya'ni belgilar kam kuzatilgani uchun bu jim kasallik ham deb aytiladi. Asosan osteoporoz kasalligini kechishiga sabab birinchi navbatda organizmda kalsiy, minerallar hamda vitamin D yetishmasligi yoki kamayishi. Ikkinchisi organizmdagi gormonal o'zgarishlar, ya'ni gormonal faoliyatning buzilishi. Uchinchisi esa bu organizmda faoliyatsizlik, ya'ni jismoniy faoliyatning kamayishi. To'rtinchisi esa bu ortiqcha vazn yoki qanaqadir qo'shimcha kasalliklarni bo'lishi. Nega yoshingiz o'tganda bu jarayon tezlashadi? Ya'ni osteoporoz yoki o'sha aytganimizdek bo'g'imlarda sinuvchanlik, mo'rtlashish kuchayadi. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Birinchi navbatda bu yoshga doir, ya'ni 50 yoshdan o'tganda asosan ayollarimizda 30% gacha, erkaklarda esa 20% gacha bu jarayon kuzatiladi, ya'ni osteoporoz. Bunda ayollarda estrogen gormoni o'zgarishi, erkaklarda esa testosteron gormoni o'zgarishi natijasida kuzatiladi. Keyingi sababi bu organizmda ovqatlanishni buzilishi yoki vitamin D ni o'zlashtirish kamayishi yoki kalsiyni kamayishi. Ya'ni bunda ovqatlanish jarayoni o'zgargandan keyin, ya'ni palapart ovqatlanish yoki bo'lmasa fast foodlarni ko'p yeyish, xamir, yog'li ovqatlar, shunga o'xshash vitamin D ga, ya'ni kalsiy, vitamin D miqdorini kamayib ketishi natijasida bu osteoporoz xavfi juda ham oshadi. Keyingisi bu faoliyatsizlik, ya'ni jismoniy faoliyatning kamayishi. Buni natijasida organizmda mushaklarning kuchi kamayishi natijasida suyaklarda sinuvchanlik tez kuzatiladi. Keyingisi esa bu ortiqcha vaznning oshishi. Ortiqcha vazn ko'paygandan keyin suyaklarga bosim haddan tashqari oshib, bu suyaklarda sinishni tezlashishni kuchaytiradi. Endi asosan biz qaysi suyaklarda bu jarayon kuzatilishi ko'proq bo'ladi? Ya'ni bu o'sha yosh o'tgandan keyin osteoporoz xavfi oshganda, bu asosan son suyagi bo'yinchasida, yelka suyagida, bilak kaf hamda umurtqa pog'onasida bu patologik sinishlar, ya'ni bu sinishlar qanaqa bo'ladi? Agar yengil stoldan turganimizda yoki noxosdan yengil harakat qilganda suyaklar o'z-o'zidan sinib ketishi kuzatiladi. Biz unda shifokorga murojaat qilganimizda rentgenografiya qilinadi, qarasak suyaklarda sinish. Lekin bunda biz asosan travma olmaganmiz. Buni sababi esa shu surunkali sekin-astalik bilan organizmda kalsiy, minerallar almashinuvi buzilishi, shuni sekin-sekin suyaklarning siyraklashishi, suyak to'qimalarining siyraklashi natijasida suyaklar yemirilib, hattoki sinishgacha olib keladi. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda organizmda hayot tarzini o'zgartirish kerak. Ovqatlanishni o'zgartirishimiz kerak. Undan tashqari organizmda vitamin hamda minerallar miqdorini tekshiramiz va shunga qarab biz oldini olish chora-taktikalarni qo'llaymiz. Birinchi ovqatlanishga nima kiradi? Ovqatlanishga organizmda kalsiy, vitamin miqdori ko'p mahsulotlar, ya'ni bunga nimalar kiradi? Kalsiyga boy moddalar, sir, brinza, yogurt, shunga o'xshash. Vitamin D mahsulotiga boy, masalan, quyoshda sayr qilish, har xil ko'katlarni iste'mol qilish, yana bo'lmasa daryo mahsulotlari, dengiz mahsulotlarini ratsionga ko'proq kiritishimiz kerak
bo'ladi. Keyingisi bo'lsa harakat, ya'ni jismoniy faollikni oshirish, doimiy davolovchi fizkulturalarni qilish, yoga, gimnastika, aerobika yoki bo'lmasa suzish mashg'ulotlarini albatta hayot ratsionimizga kiritishimiz kerak bo'ladi. Keyin yana bir holat borki, organizmni hayot tarzini kimlardir chekuvchan bo'ladi, kimlardir ichuvchan. O'shanda chekish hamda ichishga ro'ja qo'yishni kamaytirish. Oxirgisi bu dori hamda qo'shimcha mahsulotlar. Buni qanday qilinadi? Birinchi navbatda organizmda shunaqa holatlar bo'lsa, ya'ni o'sha belda og'riq yoki oyoqlarda sinuvchan og'riqlar, harakatsizlik, holsizliklar kuzatilsa, albatta bunda shifokor, travmatolog, ortopedga murojaat qilinadi. Unda anamnez, ya'ni tekshiruvlar, shikoyatlar hammasi inobatga olinib, kerakli laboratoriya tashlar. Lozim bo'lsa rentgenografiya, keyin asosiy tekshiruvlardan biri bu densitometriya, ya'ni suyakni zichligi aniqlash. Organizmdagi suyaklardagi zichligini aniqlab, shunga qarab kerakli vitamin D, kalsiy preparatlari tavsiya etiladi. Sizga shuni tavsiya qilamizki, doimiy ravishda o'zingizni nazorat qiling, ya'ni doimiy fizkultura, jismoniy mashqlar, har xil sport mashqlari bilan shug'ullaning, kalsiyga boy narsalar iste'mol qiling, vitaminga boy narsalar iste'mol qiling hamda o'zingizni nazorat qiling. Kerak bo'lsa 1 yilda 1 marta shifokor nazoratida tekshirishlardan o'tib, o'z sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunga o'xshash shikoyatlar bo'lsa, konsultatsiyaga yozilish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.